O'quvchilar, bugun biz sizlar bilan hayotning hujayrasiz shakllari, ya'ni viruslar bilan tanishib chiqamiz. Viruslar bilan qanday tanishamiz? Birinchi ularning tuzilishini o'rganamiz. Undan keyin viruslarning hujayradagi hayot siklini o'rganib chiqamiz. Tushundikmi? Xo'p. Endi tuzilishga kelyapmiz. Tuzilishi shunday tuzilganki, eng tashqi tomondan ayrim viruslar uchraydi. Bu narsa g'ilof bo'ladi. Endi uni ichida joylashadi nuklein kislotali genom saqlovchi kapsid joylashadi. Kapsid ichida nuklein kislotali genom joylashadi. Endi bu har bittasi bilan alohida to'xtalib chiqamiz. Masalan, kapsidning tuzilishiga ko'ra. Kapsid 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi ikosaydirik, undan keyingisi tolosomon hamda bosh dum kapsidlarga bo'linib ketar ekan. Endi ikosaydirik qanday bo'ladi? Geometriyada shunaqa shakl borki, 20 ta tomoni bo'lgan, ya'ni qonamiz masalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta tomoni bor. Geometriyada bu nima deb ataladi? Kub deb ataladi, to'g'rimi? Endi kub deb ataladi. Agar xuddi shu xonamizni 20 ta tomoni bo'lganda edi, biz uni ikosaydir shakl deb atardik. Demak, kapsidning agar 20 ta tomoni bo'ladigan bo'lsa, men uni ikosaydirik kapsid deb atashim mumkin ekan. Ya'ni ikosaydirik kapsidga ega bo'lgan virus deb atashim mumkin ekan. Endi undan keyingi kapsidimiz tog'lasimon kapsid. O'zining nomidan kelib chiqqan holda ham tog'lasimon. Ya'ni tog'lasimon bo'ladi. Ana shu ichida o'zining genomini saqlaydi virusimiz. DNK yoki RNK saqlaydi. Endi bosh dum ko'rinishidagi kapsidimiz, hop biz ko'p ko'rganmiz bakteriyafag virusidir. Unda ikosaydirik kapsid hamda tog'lasimon kapsid birlashib, mana shu bosh dum ko'rinishidagi kapsidimizni hosil qiladi. Ana shu bosh dum ko'rinishidagi kapsidimizni bosh qismida, ya'ni ikosaydirik qismida menda DNA o'zining genini saqlaydi. DNK RNK saqlaydi. Endi biz kapsidni o'rganib chiqdik. Undan keyingi qismimiz g'ilof qismi. G'ilof qismi mana shu kapsidni o'rab turadi, faqatgina ayrim viruslarda. Masalan, asosan hayvon hujayralarida uchrovchi hujayra hujayrada hayot kechirish jarayoni hosil bo'lgan lipidlar hisobiga o'zida o'sha g'ilof qavatan hosil qilib oladi. Tushundingmi? O'sha hujayrada yashab yurgan paytida o'zini genomidagi ayrim kodonlar hisobiga sintezlangan lipid, ya'ni hujayraga buyruq beradi. Buyruq bergandan keyin hujayra so'zsiz bajaradi. Bajarib lipid sintezlanadi. Lipid sintezlangandan keyin nima bo'ladi? Lipid sintezlangandan keyin u virus o'zi uchun g'ilof to'qiydi. G'ilof to'qib o'zi uchun kiyim libos qilib oladi. Tushundingmi? Birovning hayoti hisobiga yashayaptimi? Birovning hayoti hisobiga yashayapti, o'zining hayoti uchun yashamaydi. O'zining hayoti uchun birovning hayotini nima qilyapti? Endi g'ilof tushunarli bo'lgan bo'lsa, uni kapsidimizning ichida joylashgan nuklein kislotali genomga o'tamiz. Bilamiz, biz DNK yoki RNK deb ataganmiz, to'g'rimi? Viruslarning genomi. DNK yoki RNK, ayrim viruslarda DNK, masalan, adenovirus va bakteriyafagda DNK, qolgan viruslar masalan, gripp, ensefalit, qizilcha, qizamiq kabi viruslarimiz RNK deb bo'ladi. DNKni biz 2 zanjirli nuklein kislota derdik. RNKni 1 zanjirli derdik. Endi bu tor doiradagi fikrlashimiz. Endi biz kengroq fikrlab, hayotning boshqa tuzilmalariga o'tib, masalan, viruslarga o'tadigan bo'lsak, bizning fikrlashimiz o'zgarib ketadi. Masalan, DNK 1 zanjirli bo'lishi mumkin, 2 zanjirli bo'lishi mumkin. Qanday deysiz? Axir DNK deyishingiz mumkin. Lekin bizda DNK bo'lishi uchun 2 zanjirli bo'lish shart emas. Tarkibida monosaxaridlarning pentozasidan dezoksiriboz saqlovchi nuklein kislotalarga DNK deyiladi. Ya'ni dezoksiriboz nuklein kislota. Endi RNK 1 zanjirli bo'lishi mumkin yoki 2 zanjirli bo'lishi mumkin. Qanday deyishingiz mumkin, lekin bu bo'ladi. Masalan,
Xo'p, endi o'ylab qaraydigan bo'lsak, RNK bo'lish uchun bitta zanjir bo'lish shart emas. RNK bo'lish uchun o'zining tarkibida xuddi monosaxaridlarning pentozalardan riboza saqlasa, bu RNK hisoblanadi. Ya'ni ribonuklein kislota. Demak, tarkibida dezoksiriboza saqlasa DNK, riboza saqlasa RNK. Uni zanjirning ahamiyati yo'q. Tushundingmi? Demak, viruslarda nuklein kislotalardan DNK yoki RNK uchraydi. Endi DNK ni aytib o'tdim, bir zanjirda bo'lishi mumkin yoki ikki zanjirda bo'lishi mumkin. Endi bir zanjirli DNK saqlovchi viruslardan men olish mumkin parvovirus. Bu parvovirus asosan itlarda uchraydi. Itlarda uchrab, uni kapsidning o'ziga xos tuzilishi bor. Qanday tuzilish deyish mumkin? Masalan, hop, buni kapsida 60 ta bir xil amino kislotadan tashkil etgan bo'ladi. Ya'ni 60 ta bir xil amino kislotadan iborat bo'ladi. Kapsid o'zining tarkibida kapsimer saqlaydi. Uni tarkibida ne? Parvovirusning tarkibida, kapsid tarkibida 12 ta, hop yo'q, 5 ta kapsimer bo'ladi. Ana shu 5 ta kapsimer o'zining tarkibida 12 ta amino kislota saqlaydi. 12 ta bir xil. 12 ni 5 ga bitiradigan bo'lsa 60. Demak, parvovirusimiz itlarda uchraydi. Uni kapsid tarkibida 60 dona amino kislota bor xolos. Tushundingmi? Endi DNK ni ikki zanjirli viruslarga klassifikasiya degan bo'lsak, ikki zanjirli DNKga bo'lgan viruslarga biz hammamiz tanish bo'lgan adenovirus olishimiz mumkin ekan. Demak, masalaga qolishi mumkin. Adenovirus tarkibidagi DNKni deyish mumkin yoki-da parvovirus tarkibidagi DNKni deyish mumkin. Shunday payt bir-biridan farqlashimiz kerak. Parvovirus tarkibida bir zanjirli DNK, adenovirus tarkibida ikki zanjirli DNK. Endi RNKli viruslarimiz bor ekan. RNKli virusimiz ham ikki xil bo'lar ekan. Bir zanjirli RNK saqlovchi, ikki zanjirli RNK saqlovchi viruslarimiz bo'lishi mumkin ekan. Endi bir zanjirli RNK saqlovchi viruslarimizga bizning bronx qavatimizda shilliq pardasini yallantiruvchi rinovirusimiz bo'lishi mumkin ekan. Endi bu rinovirus hammamizga tanish bo'lgan bo'lsa kerak, lekin biz nomini bilmaganmiz xolos. Endi nomini bilib oldik, demak, bizni burun shilliq qavatimizni yallantirib beruvchi virusimiz nomi rinovirus ekan. U o'zida bir zanjirli RNK saqlaydi ekan. Tushundingmi? Endi ikki zanjirli RNK saqlovchi viruslarimizga rotavirus kiradi ekan. Rotavirus qanday virus? Rotavirus shunday viruski, u bolalarda yoki kattalarda ham ich buruq kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Ich ketish, diareya. Bilamiz-a? Yozda ko'p tarqalgan bo'ladi, aynan yosh bolalarda ko'proq tarqalgan bo'ladi. Demak, mana shu virus, mana shu kasalligimizni bizda rotavirus virusi keltirib chiqarar ekan. Demak, ich ketyaptimi? Sen ichingda rotavirus virusi bor, ya'ni rotavirus bor va rotavirusimiz ikki zanjirli, ana shu sen tarkibidagi ichingdagi rotavirus ikki zanjirli RNK saqlaydigan o'zi deyishimiz mumkin ekan. Tushundingmi? Endi demak, nuklein kislotalar o'zini tuzilishini o'rganib bo'ldik. Tushunarli bo'ldimi? Demak, tashqaridan g'ilof, uning ichida nuklein kislotali gen saqlovchi kapsid tuzilishiga ko'ra 3 guruhga bo'linyapti. Ikosidrik, tolasimon hamda boshli. Ikosidrik 20 ta tomoni bor bo'lgan shakl, tolasimon oddiy tolasimon, boshli bo'lgan bo'lsa ikkalasini yig'indisi. Endi g'ilof asosan hayvon hujayralarida uchrovchi hujayra hisobiga sintezlangan lipiddan hosil bo'lgan qavat. Endi nuklein kislotali gen bo'lsa, ikkiga bo'linar ekan. DNK RNK o'z navbatida ikkitadan guruhga bo'lib ketar ekan. Masalan, bir zanjirli DNKga parvovirus, ikki zanjirli DNKga adenovirus, bir zanjirli RNKga rinovirus, ikki zanjirli RNKga rotavirus kirishi mumkin ekan. Endi demak, biz viruslarning tuzilishini o'rganib bo'ldik. Endi undan keyin keladiganimiz viruslarning hayot sikli. Viruslarning hayot sikli nimani o'z ichiga oladi? Biz o'tganmiz o'simliklarning hayot sikli. Masalan, yo'sin qilib o'tganmiz, o'zining hayotini davom ettirishidan ma'lum bir qismdan yana o'sha qismgacha bo'lgan jarayon hayot sikli deb ataladi. Viruslar ham shunaqa
tashqarida turgan virusning yana tashqariga chiqib ketishigacha bo'lgan jarayon viruslarni hayotga deb ataladi. Endi u o'ziga 5 ta bosqichni qo'shib olgan bo'ladi. Birinchi bosqich yopishish, ikkinchi bosqich hujayraga kirish, uchinchi bosqich hujayraga kirgandan keyin o'zining genomini replikatsiya qilish, to'rtinchi bosqich yig'ilish, beshinchi bosqichimiz hujayradan chiqib ketish. Endi bir boshlaymiz. Masalan, yopishish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Mana buni hujayra membranasi deydigan bo'lsa, hujayra membranasida oqsil reseptorlar bo'ladi. Maxsus reseptorlar. Mana shu reseptorlarni virusning kapsulida joylashgan yoki lipid qavatida joylashgan ayrim oqsillar bo'ladi. Ana shu virus hujayra atrofida aylanib yuradi. Aylanib yurgan paytda to'satdan ana shu o'zi taniydigan lipid qavatida yoki g'ilof qavatida yoki kapsuldagi ma'lum bir oqsil ana shu reseptorni tanib qoladi. Ana shu joyga shart yopishadi. Ana yopishib bo'lgandan keyin bizda ikkinchi bosqichimiz, ya'ni hujayraga kirish bosqichi boshlanadi, ya'ni missiyasi. Hujayraga kirish missiyasi boshlanadi. Missiyasi shunday bo'lib qoladiki, hujayraga kirib borish. Endi bizda ikki xil virus bor. G'ilofli virus bo'lishi mumkin yoki g'ilofsiz virus bo'lishi mumkin. Ikkalasida har xil boradi. Masalan, g'ilofli virusimiz ikki xil bilan kiradi, g'ilofsiz virusimiz faqatgina bir xil bilan kiradi. Endi g'ilofli virusimiz qanday kiradi? G'ilofli virusimiz hujayraga kirish shunday bo'lib bo'ladiki, hop, g'ilofli virusimiz birinchi hujayraga kirish birinchi usuli, hop, membrananing qo'shilib ketishi orqali. Mana membrana deydigan bo'lsak, membrananing qo'shilishi orqali. Ya'ni membrana bilan ana shu virusimizning lipid qavatining qo'shilib ketishi tufayli ana shu virusimizning kapsuliga kiradi xolos. Endi ikkinchi usulimiz, g'ilofli virusimizning kirishi ikkinchi usuli. Ikkinchi usulimizga kirgan bo'lsam, bu endositoz, oddiygina endositoz. Ya'ni hujayra membranasiga botib kirgan hujayra membranasi bo'linish orqali kiradi. Endi menda g'ilofsiz virusim ham bor-da. Endi g'ilofsiz virus ham faqatgina bir xil usul endositoz orqali kiradi. Unda lipid qavat yo'q. Lipid qavat bo'lmagani sababli, ya'ni g'ilof bo'lmagani sababli membrana bilan qo'shiladigan qismi yo'q. Shuning uchun men faqatgina endositoz orqali kiritish mumkin ekan g'ilofsiz virusni. Xo'p. Endi kirib bo'lgach, u asosiy jarayonga o'tadi. Ya'ni u yadroga yetib borish missiyasiga kirishadi. Yadroga yetib borish qanday bo'ladi? Kirgandan keyin mana shu membrana uzilgan qismidan menda nima bo'ladi? Vakuola shakllanadi. Vakuola hosil bo'lgan vakuola qolgan boshqa vakuolalar orqali yoki bevosita borib yadroga boradi. Yadroga borgandan keyin o'zini uchinchi bosqich, ya'ni replikatsiya bosqichini boshlaydi. O'zini genomini parchalab ketadi. Kapsul parchalab ketadi lipid qavatdan. Lipid qavat mana bu joyda hosil parchalab bo'lganida endi kapsul qavat parchalab ketadi. Kapsul qavat parchalab ketgandan keyin uning ichidagi erak yoki DNA, ya'ni genom chiqadi. Chiqqan genomimiz ayrim qismidan oqsillar shakllanadi. Ayrim qismi oqsillar, ayrim qismi yangi genom shakllanadi. Yangi genom shakllanadi. Genomlar desam bo'ladi. Genomlar shakllanadi. Mana shu hosil bo'lgan oqsillar hamda genomlar shuningcha turib turadi. Keyin ma'lum bir muddatdan so'ng ular yig'ilish jarayoniga o'tadi. Ya'ni bular monomer deydigan bo'lsa, monomerlarning yig'ilib bitta yangi organizmni hosil qiladi. Ya'ni monomerlar yig'ilishi bu oqsillar edi. Oqsillar yig'ilib yana bir monomerni hosil qiladi. Xo'p. Kapsidni hosil qiluvchi kapsomerni hosil qiladi. Bu ham kapsomer, bu ham kapsomer.
kapsulyonni hosil qiladi. Endi menda yana nima bor edi? Genom bor edi. DNK'li yoki-da RNK'li. Xo'p, mana shu DNK yoki RNK o'zini replikatsiya qilgan edi. Bu hosil bo'lgan DNK yoki RNK, ya'ni genom. Endi mana shu oqsillar birlashib kapsulyani hosil qilgan edi. Endi hosil bo'lgan DNK ikkalasi birlashib menda yangi nima hosil qiladi? Yangi virusni hosil qiladi. Masalan, xo'p, bakteriya farq demaydi. Adenovirusga shuni adenovirus o'sida DNK saqlaydigan virus bo'ladi. Ya'ni DNKning ikki zanjiri saqlaydi. Xo'p, endi hosil bo'lgan yangi organizm, ya'ni organizm deyish haqqim yo'q, u hujayrasi tuzilgan. Demak, hosil bo'lgan virusimiz tayyor turibdi. U oxirgi bosqichga o'tadi. Ya'ni hujayradan chiqib ketish bosqichiga. Hujayradan chiqib ketish bosqichi shunday bo'ladiki, birinchi usulimiz oddiygina portlash. Oddiygina portlash. Ikkinchi usulimiz hujayra membranasining ayrim qismlarining yemirilishi yoki eritish usuli bilan hujayradan tashqariga chiqib ketadi. Demak, hujayra ayrim qism membranasining eritish usuli yordamida. Endi oxirgi usulimiz hamma hujayraga, hamma virusga tanish bo'lgan, o'zimiz ham biladigan hujayradan kurtaklarni chiqish orqali. Bizda portlash orqali chiqib ketilganda hujayra nobud bo'ladi. Endi eritish orqali chiqib ketganda tirik qolish mumkin. Ma'lum muddat yoki-da egzositoz yoki-da kurtaklarni chiqib ketish orqali ham kurtak chiqib ketganda ham ma'lum muddat tirik holda saqlanishi mumkin ekan. Shundaymi? Demak, virusimizning hayot sikli hamda virusning tuzilishi shu. Endi qolgan videolarimizda qolgan viruslarni ham gaplashib o'tishimiz mumkin.